Assalomu alaykum qarindoshlar, hamyurtlar, hamqishloqlar. Mana bugun yana tabiat mo'jizasiga ko'zim tushdi. Uyimizni oldi Mirzariq kanali. Yuqorida O'rahli qishlog'idan olib kelyapti. Katta bir O'rahli ikkiga bo'lgan Mirzariq kanalimiz. Qarariq, bundaylar Mirso'xmon tabiatga qarab xuddi zapovednikday Mirzariqning yoqasini malinalar, qamishlar, daraxtlar Mirzani nariyada obloq degan bo'lam turadi, mol borib yurgan ekan. Ha, bo'la qormang. Qanday, yaxshimisiz? Zo'r, Xudoga shukr. Charchamayapsizmi? Ey, yashang. Mana Mirzariq oqayapti mana. Ey, bunaqa sharraqlarning tovushi eshitiladi. Bu yoqda qushlarning tovushi deng. Bu yoqda usta bolalar reka qovyapti, chuquradi deydi, taqillatib, ha sharqib. Marhamat. Haqiqiy kuz, oltin kuz. Hamma joy sarg'ayib bir chiroyli bo'lgan qo'yaverasizlar. Mirzariqda suv kamaygan payt yozda shu qirg'oqqacha to'ladi. Toshlar bilan beton zasht taqib qo'ygan. Bo'pti, bilan baxtli bo'ling. Sog' bo'linglar, yaxshi kunlarda. O'zimni olib qo'yay. Hammaga tinchlik, xotirjamlik bo'lsin. Hammalaringizga iltimosim tabiatdan bahra olinglar. Allohning mo'jizasi hammasi. E'tiborlaringiz uchun katta rahmat.